bir oyda bitkazyap turgan ishingizni 10 kunda bitirishni xohlaysizmi? Ustakalar, endi sizlarning davrilaring keldi. Qanaqa desalaring, mana shu apalovkani bir komplektni olsalaring, buni 5 xil funksiyada ishlatsangiz bo'ladi. Qanaqa deganlarga, xohlasangiz burchak quyasiz, xohlasangiz kolonna qilib quyasiz, xohlasangiz regel quyasiz, xohlasangiz fundament quyasiz, xohlasangiz buni tikka qilib qo'yib basseyn quyasiz yoki bo'lmasa monolit quyasiz. Do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz katta ishlab chiqarish sexiga yetib kelganmiz. Bu yerda apalovkalarni turidan bor ekan. Arenda biznesini qilyap turgan, dom kotej ko'taryap turgan akalarimizga ham mana shu joylardan sotib olish tavsiya beramiz. Bu yerda ishonarli zo'r apalovkalar bor ekan. Videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, hozir ustakamizga to'liq ma'lumotlarini, narxlarini, dastavkalarini yoritib beramiz. Qani bo'lmasam biz narx-navosini yoritib berishni boshladik. Assalomu alaykum aka. Qalaysiz, charchamayapsizmi? Rahmat. Qani mana shu yerdan boshlab ketaylik bo'lmasam. Bu yoqda 50 talik Lego apalovkalarimiz. 50 talik Lego apalovkalarimiz общий metrajda 18 metr apalovkamiz bo'ladi. Jelizlar, listlarning qalinligi 2,5 pilisovoy list. Komplektda shu 18 metr apalovka, 66 o'q, boltga и bitta syomnigi va ikkita burchagi bo'ladi komplektimizda. O'q yashiqlari ham qo'shib beramiz. Albatta, o'q yashiqlarni ham qo'shib beramiz. Xuddi mana shu holatda yashiqlar bilan birgalikda beriladi. Narxini sirasi aytib o'tib ketaylik. Bularimiz narxi 8 million 200 ming so'mdan qo'ydik. Xudo xolasa. Yana telefon qilsa, 3 tadan yuqori olgan odamlarga vodiy bo'yicha dastavkasini ham tekin qilib beryapmiz, xudo xolasa. Endi bularimizni funksiyalariga kelsak, bitta apalovkada bir 5 xil assortiment holatda chiqarsak bo'laveradi. Bularimiz o'sha uyni burchaklariga kuygani ishlatsa bo'laveradi, 40 ga 40. Va bu yoqda yig'ib qo'yganmiz. Bu yoqda o'sha 40 ga 40 kolonna va 30 ga 30 kolonna va regelda tagidagi o'sha qopqoq monoliti, hamma narsasini qilsak bo'laveradi. Albatta, mana bunaqangi monolitni stoyka deyiladi. Shu stoykadan olib turib qo'yib olsa bo'ldi. Sizlarda bu stoykadan mavjud-a? Bor, bularimizdan ham bor. Xohlagan razmerda bor. Xohlagan razmerdan bor. 5 metrgacha bor monolitni stoykalarimizdan ham. Bularimizni ham o'sha metrajida 2 metrligi bor, 1,5 metr, 1 metrliklari bo'ladi. Ichida bunda ham o'sha komplektda aytganimizdek 18 metr ichida 66 ta o'q boltniklari. Hamma komplektda, ya'ni shunda oladi-yu, to'g'ri ishxonaga borib ishlatishaveradi, xudo xolasa. Bu yoqda mana har xil qilib terib qo'yibsizlar. Bu yerda ko'rib turganingiz 4 xil apalovka terilgan. 4 xil apalovka terilgan. Mana shu yerdan boshlab ketaylik. Bu yoqdagimiz 80 santimetrlik apalovkamiz. Chetlariga o'sha 2 ga 4 profil aylantirganmiz, ramka holatda. Bu yog'iga o'sha oralariga ham o'sha 2 ga 4 dan qo'yib ketilgan. Bunimiz 80 lik apalovka. Listini qalinligi 2,5 millimetrlik, xohlasa 2,8, xohlasa 3 qilib beraveramiz. Lekin standart holat 2,5 o'sha og'irlik. Qorin qo'yib yuborish ehtimoli bo'lmaydi. Yo'q. 6-7 ball o'sha vibratorgacha bardoshlik beraveradi. Bu yoqda o'sha 1 metrlik apalovkamizda arzoni, qimmati, o'rtacha narxlari bor. Bunimizda o'sha chetlarini 3-2 santimetrlikdan bukib, orqasiga o'zini materialidan o'sha 2 lik listdan kapalak turib profil qo'yganmiz. Bitta narsa qolib ketdi. Mana shu Lego apalovka oladigan bo'lsa, kolonna qilib quysa bo'ladi. Regel qilib quysa bo'ladi. Undan tashqari fundament va buni tikka qilib basseyn qilsa ham bo'ladi. И monolit ham albatta 5 xil vazifada ish ko'rsataveradi. Aytaman deb hozir mana birovlar yoritib ketyapmiz. Ya'ni bir komplekt apalovkadan 5 xil funksiya. 10 kunda bir oyda bitiradigan ishini 10 kunda bitiraveradi. Juda ham tez bo'ladi. Ajoyib. Narxi bunimizda 13 million so'mdan chiqarib beryapmiz. Kapalak variantida bu. Albatta, kapalak variantli, orqasiga o'zi katta 12 likdan qo'yganmiz. Bu yog'imizdagi o'sha chetlariga uzun versiyasiga 3 qatorga 2 ga 4 profil qo'yganmiz va universal holatda tayyorlaganmiz bunimizni. O'sha 20, 30, 40, 50 gacha quysa bo'laveradi o'qlarni. Ajoyib. Faqatgina o'sha tagidagi. Bu o'tgan yilgi fasona. Albatta, hali o'tgan yili mana shu to'lka mana shu apalovkadan chiqqan, lekin hali jalba bo'lgan yo'q. Qorin qo'yib yubordi. Boshqa bo'lgan yo'q. Mana shu apalovkadan ishlandi. Endi bu yil yangi anaqalar kiritilgani uchun mana bunaqa variantlari ham chiqdi. Undan tashqari mana bunaqasi chiqdi. Mana shuni olib ko'rsatamiz endi. Bunimizni endi shuni turaversin-da ko'rsatib o'tamiz. Bularimizga eng full variantda qilinganimiz bunimiz o'sha 2 ga 4 imizdan ramka bo'lib aylangan, oralariga 2 ga 4 tashab chiqilgan profil. Chekkalari o'sha Lego formada
bir-biriga ulanib ketish uchun boltkagida qatirib oladi. Ha, mana bu joyi. Ha. Ana shunday qilib turib yoniga endi shunday ko'rsatib ham o'tib ketaveramiz. Mana bu holatda shuni yopishadi. Betanish teshiklariga boltkagida qatirib ketilaveradi. Bitta narsaga ahamiyat berasizlar qadrdonlar, apalovkalar lazerda kesiladi, lazerda teshiladi. Shuni hisobiga diagonallar, teshiklar 100 to'g'ri keladi. To'g'ri kelaveradi, xudo xolasa. Endi shu lesalardan kelaylik bo'lmasa. Bo'ladi aka. Lesalarimiz necha pul qo'yardik aka? Lesalarimiz xudo xolasa aksiyada hali hamon. Bularimiz o'sha 1.7 stenka, vodiy standart, eniga 94, balandligi 2 metr. Buni ochilish masofasi ham kresti kachaklarni 2 metr bo'ladi. Bularimiz narxini 640 ming so'mdan 2 metrligini va 1 metrliklarimiz ham bor. Bu yoqda seximizda o'tgan safar ko'rsatganmiz. Bunimizni 1 metrligini 490 ming so'mdan chiqazib beryapmiz. Paddonlari va o'sha ikkita oyog'i, ikkita kresti kachak va bitta paddoni bo'ladi komplektda. Shuni 640 ming so'm, 1 metrligini 490 ming so'mdan chiqazib beryapmiz. Ajoyib, narxlar pastlabdi lekin. Albatta. Gap yo'q. Burchak apalovkalarimiz necha? Burchak apalovkalarimiz. Bularimiz balandligi 3 metrdan, eniga 40 ga 40. Bularimizni narxiga kelsak, 520 ming so'mdan bulardan chiqazib beryapmiz. 520 ming so'm. Albatta. Bu yoqda endi mishalkalarimiz. Bular 0.25 kubadan. Motorlari o'sha Xitoy motor. Xitoy motor, ikkitalik kondensator. Albatta, ikkitalik kondensator. Alyumin motorligimiz bor, mis motorligimiz bor. Buni ham ikki xil variantda bor. Bularimiz alyumin motorligimizni 3,5 million so'm chiqazib beryapmiz. Mis motkani 3 million 700 ming so'mdan chiqazib berilyapti. Xohlovchilar uchun rolli, fasolli, rolli ham mishalkalarimiz bor. Bu yoqda o'sha chambarakli deyishadi ko'pchilik. Udobstvosi, mana shu faqatgina nimaga? Rollilarimiz necha? Bular rollilarimizni 4,5 million so'mdan, 4 million 400 ming so'mdan chiqazib beraveramiz ularga. Gap yo'q. Xudo xolasa. Dastavkalar qadrdonlar butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxda bo'ladi. Sesma apalovkalarimiz. Sesma poyez apalovkalarimiz endi bu yerda 30 santimetrlik, 27 santimetrlik apalovkalarimiz bor. Sesma poyez. Konteynerda materialdan bo'lgan 30 taligimiz 3 million so'm chiqazib beramiz. 27 santimetrligimizni 2,5 million so'mdan va bu yerda yangi listdan qilinganimiz bor 2 million 3 million 800 ming so'm qilib chiqazib beraveramiz 30ligini. Qadrdonlar, ko'rib turibsizlar, ishlab chiqarish sexida turibmiz. Taxlab tashlagan hamma joyda bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzillarni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Buyda tumani. O'zimizning kommentariyamiz do'stlar. Znapaloqalarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganlaringdek bu yerda kutib qolmaysiz. Kelasiz va olib ketasiz. Ya'ni ustakalarimiz o'zlarida ishlab chiqaradi. Eng arzon joydamiz do'stlar. Bu yoqda o'sha 7 pog'onali zinamiz. Buni 8 taliklari ham bor. Buni endi nimasida farqi bor deganlarga endi ko'pincha yangilik qilib 4 ta pog'onadan ajraydigan oshqomoshliq qilib tayyorlayapmiz bularimizni. Gap yo'q. Bitta funksiyada xohlasa 7 talik, xohlasa shunday yechib tashlab 4 talik. Albatta, 4 talik kuyishi mumkin. Mana shu yangilikka lekin bitta like bosib ketasizlar do'stlar. Chunki bunaqa hali kirib kelgani yo'q. O'tgani umuman chiqmagan. Yo'q, albatta. Necha pul qo'yardik narxini? Bularimizni 2 million 300 ming so'mdan chiqazib beryapmiz. 2 million 300 ming so'm. Faqat shu turishi emas, orqasida to'siqlari ham bo'ladi. Albatta. Vodiy bo'yicha o'sha dastavkalarni ham qilib beramiz. Endi buni ham 5 ta 6 ta ko'p akalar olishyapti. 5 ta 6 ta olganlarga ilojim bo'lsa dastavkasini tekin qilib ichida qilib beramiz. Aravalar necha pul qo'yardik? Aravalarimiz bu yoqda mirovoy balonlilarimiz bor. Bularimizni 480 ming so'm qilib beryapmiz. Xuddi shu holatda skuter balonliklari ham bor. 400 ming so'mdan chiqazib beryapmiz. 400 ming skuter balon, mashina balon necha? Mashina balonlarimizni 520 ming so'mdan. Buni faqatgina mana ikkitadan bukib turib tayyorlangan. Bu baquvvat ekan. Ana nargi mashina balonidan emas ekan bu. Albatta. Ikkitadan bukib beklarga armaturalardan valqib, ramalari ham xudo xolasa. Chista qurilish uchun moslashlar. Albatta. 2 g'ildirayliklarimiz necha pul? Bu yoqda 2 balonliklarimiz. Bunimizda oyog'i tushib chiqmaydigan versiyasidan. Bunimizdan narxi 700 ming so'm. Bu yoqdagimiz ozgina og'zi ham kattaroq, oyog'i ham tushib chiqadi. O'shani hisobiga moslangan ekan. Ha, bu uzun ekan. Ha, bu kattaroq. Nisbatan uzun ekan. Albatta. Bularimizni 800 ming so'mdan chiqazib beryapmiz hozirgi kundagi narxi. 800 ming so'mdan. Ajoyib. Xudo xolasa shular va bu yerda buni ham tanishtirib o'tib ketamiz. Beri, mana shu apalovkamizni 1 metrligimizni. Ha, mana buni. Yangita 1 metrligini yangi listdan ko'rsatdik. Bunimiz konteyner listdan 1 metrlik 3 cm, 2 cm qaytarilgan. O'zini materialidan kapalak qilib turib qo'yib ketganmiz.
Bularimizdan ham bor. Bularimiz ham общий metraj 18 metr, boltkaka, syomnik, o'qqa yaxshichalari beriladi. Narxi 9 million so'mdan chiqazib Bu beryapmiz. ancha cho'ntay bo'lib qolgan. Albatta. Misol uchun anu apalovkalarda qimmat deydigan bo'lsa, Bularimiz arzonroq ham, varianti ha. ham bor, lekin arzon bo'lib, prostoy ham emas. Albatta. Nima deydi? Chirigan yoki bo'lmasam eski mahsulot emas. Yangi konteyner mahsuloti, lekin ishlatsa bo'ladigan. Albatta. Qadrdonlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik deb o'ylaymiz, qadrdonlar. Videoga albatta bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib ketasizlar. Like bosgan qo'llaring muborak, Ka'batulloh tushlasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.